Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 10-farq. Kelajakdan qo'rqma, o'tmishni hurmat qil. Omadsizlik yangidan boshlashga, aqlliroq bo'lishga imkon beradi. Henry Ford. Kambag'al odamlar inson bilan uning xatosi bitta narsa deb o'ylashadi. Boy odamlar esa odam boshqa, uning xatosi boshqa deb o'ylashadi. Kambag'al odamlar odam bilan uning xatosi bitta narsa deb o'ylashadi. Boy odamlar esa odatni odamdan ajratish kerak deb o'ylashadi. Bu juda aqlli gap va shu ikkita fikrning bir-biridan farqini yaxshilab tushunib olish kerak. Keling, shu ikkala gapni o'rganib, bir-biri bilan solishtirib ko'raylik. Qarang, kambag'al odamlar odam bilan uning xatosi bitta narsa deb o'ylashadi. Ya'ni, agar odam xato qilgan bo'lsa, demak u shunday qilmoqchi bo'lgan. Shuning uchun ko'pincha ularning tuyg'usi aqlidan ustunroq bo'ladi. Ba'zan boshqa odamlarga baqirishadi, kim bilandir janjallashishadi, kimdandir xafa bo'lishadi, kimnidir ayblashadi. Boy odamlarning odati boshqacha bo'ladi. Boy odamlar hamma odam adashishi mumkin, chunki biz odammiz deyishadi. Odamdan xato qilish huquqini olib qo'yib bo'lmaydi. Boshqa odamlardan shu huquqni olib qo'ymaydigan odamni yaxshi deyish mumkin, chunki xato qilmaydigan odam bo'lmaydi. Balki kimdir men xato qilmayman deyar, lekin men o'zim har kuni xato qilaman, adashaman. Odam nimagadir kirishganda, nimagadir harakat qilganda albatta adashadi. Odam xatolarni tuzatib komil bo'ladi, xulosa qiladi. Maqolda aytilgandek, hech narsa qilmaydigan odam adashmaydi. Lekin mening fikrimcha, odam hech narsa qilmaganda adashgan bo'ladi. Xullas, xatosiz ish bo'lmaydi. Xatoni dars deb qabul qilish kerak xolos. Xato sizni shaxtingizdan qaytarishi mumkin. Bilim, dars, foydali tajriba ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun boy odamlar hamma adashadi. Xato qilmagan odamning tajribasi bo'lmaydi. Xatoni to'g'ri qabul qilish, biror odamdan xafa bo'lmaslik kerak deb fikr qilishadi. Muvaffaqiyat bilan ishlaydigan milliarderlar bilan bir voqea bo'libdi. Marketing bo'limi rahbaridan bittasi yangi fikr taklif qilibdi. Fikr xavfli edi, lekin bo'limdagilar uni qo'llashibdi. Shu fikrni amalga oshirishga bir necha yil ketibdi. $10 million ko'p pul sarf qilinibdi. Biroq fikr ish bermabdi. Nihoyat shaharga kompaniyaning egasi keladigan bo'libdi. Hammaning kayfiyati tushgan, boshliq hammani ishdan bo'shatadi endi, deb o'ylashayotgan ekan. Kompaniya egasi birinchi bo'lib fikrni taklif qilgan bo'lim boshlig'ini chaqiribdi. Hamma uning ahvolini tushunib, omadsiz odamga qaragandek qarab, endi bu yerda ishlamaydi deb o'ylab, ko'pchilik hatto xayolan u bilan xayrlashibdi ham. Hamma unga rahmi kelib qarab turganini ko'rgan bo'lim boshlig'i kompaniya egasining oldiga kirib, "Bilaman, meni ishdan bo'shatasiz, lekin chin dildan kechirim so'rayman. Qo'limdan kelganini qildim", debdi. Shunda milliarder unga qarab, "Sizni ishdan bo'shataman dedingizmi? Bitta darsingizga $10 million to'lagandan keyin sizni faqat ahmoq odam ishdan bo'shatadi", debdi. Bu odamning holatini bir tasavvur qiling. O'sha voqeadan keyin u eng sodiq xodimga aylanibdi. Shu korporatsiyada yana ko'p yil ishlab, unga $100 million daromad olib kelibdi. Agar biz ham boy odamlarga o'xshab fikr qiladigan bo'lsak, hayotimiz yaxshi bo'ladi. Bolalarga ishtiyoq berish oson bo'ladi. Oiladagi munosabat uyg'unroq bo'ladi. Ehtiyojmand odamlarga yordam beramiz. Hamkasblarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Odat, so'z, harakat, xato va fe'l doim insonning mohiyatini ko'rsatmaydi. Agar har bittamiz o'tmishimizga qarasak, o'tmishimizda omadsizlik, xato, tushunmovchilik va qiyinchilik bo'lganini ko'ramiz. Lekin bu narsalar insonning rivojlanishidagi oxirgi nuqta emas. O'tmishi faqat beg'ubor, bulutsiz va go'zal bo'lgan hatto bitta odam ham bo'lmasa kerak. Agar boy bo'lsa ham omadi kelmagani, o'zidagi qobiliyatni hayotda ko'rsatolmagan odam bo'ladi. Chunki insonni faqat qiyinchilik, muammolar, xatolar va yutqazishlar tarbiyalaydi.
uning ichida yashiringan olmosni yuzaga chiqaradi. Inson imkonsiz narsalarni uddalagandan keyingina va o'tib bo'lmaydigan to'siqlardan o'tgandan keyingina bu olmos yarqirab yuzaga chiqadi. O'shandagina uning fe'li toblanadi. Odamning o'zi esa taqdirning zarbalariga chidaydigan bo'ladi. Unda ruhiy va hissiy barqarorlik paydo bo'ladi. Sababi tuyg'usini va xatti-harakatini qo'lga olgan bo'ladi. Shunday odamlar hurmat qilishga arziydi. Agar xatolariga qarab odam haqida fikr qilsak yoki o'tmishiga qarab xulosa chiqarsak, adashgan bo'lamiz. Odam o'zgarishi va yaxshiroq bo'lishi mumkin. Buning uchun unga to'g'ri yo'nalish kerak. Hamma odam ichida yaxshi bo'ladi. Hammaning yaxshilik qilgisi keladi. Xafagarchilik, ehtiyoj odamni qo'pol, jahldor va ochko'z qilib qo'yadi. Bu narsalar odamning ko'nglida og'riq paydo qiladi. Minnatdorchilik shu og'riqni kamaytiradi. Reja qilish va bilim esa ehtiyojmandlikni ketkazadi. Odamga uning harakatidan ajratib qaramang. Har bitta inson boshqalar unga yaxshi odamdek qarashlarni xohlaydi. Bu dunyoda bizga boshqalarning bizni tushunishi yetmaydi va keyin ham shunday bo'lsa kerak. Shuning uchun bizni tushunadigan odamlar bilan do'st bo'lamiz. Shunday odamlar bilan oila quramiz. Odamni harakatidan ajratganda o'zimizning ham, boshqalarning ham yaxshiroq bo'lishiga yordam beramiz. Faqat yaxshi odam bo'lish kerak. Sababi faqat yaxshi odamgagina boshqa odamlar yaxshilik qilishadi. Trening qatnashchisining fikri. Maqsadingiz bormi? So'radi Saidmurod Rajabovich. Ikkilanmasdan ha deb javob beraman-da, keyin qanday maqsadlarim borligini eslashga harakat qilaman. Xuddi eng birinchi maqsadimni qayerdadir esimda chiqarib qoldirganman u endi eslashga harakat qilayotgandekman. Hamma narsam bor deb aytish mumkin, lekin bunday deyish noto'g'ri bo'lardi. Kuchim katta maqsad qo'yishga ham, bezovta qiladigan maqsadim bo'lishiga ham yetmaydi. Uzr, o'qituvchining gapi zo'rg'a qulog'imga kirardi. Unga qarab turib o'ylardim. Kuchli odam ekan. 3 oydan beri tinmay mashq qilyapti. Shuning uchun men ham o'tiribman. Irodamni chiniqtiryapman. Yaxshi-ku. 24 kilometr joyga ishga boraman. 9 dan 6 gacha ishlayman. Keyin yana 5 soat kursda o'tiraman. Buvim qo'lini sindirib olgan. Uni o'ylayapman. 20 kilometr joyda yashaydi. Bugun borib ko'rishim kerak. Ishxonada ish ko'p. Menga ham otalik, ham onalik qilgan erim ketib qolgan. Telefon ham qilmaydi, yozmaydi ham. Nima qilish kerak? Samolyot uchadigan yo'l hali tozalanmagan. Samolyot uchib ketish kerak, lekin hali vaqt bor. Dvigatelni o'chirib, hammani kechirish uchun tashqariga chiqaman. Davlat boshlig'ining kelishi texnik sabablarga ko'ra kechikyapti. Nimaga? Sababi vatanida hali seni yaxshi ko'raman, kechir, iltimos, rahmat senga deyishga ulgurmagan. Nima bu? Gavayi orollarining qo'shig'i. Shu qo'shiqni aytsang, hammasi kechiriladi. Samolyot uchadigan yo'lni tozalayapman. Nimaga siz o'ylagandek bo'lmaganini, kim aybdorligini, kimni qatl qilish kerakligini o'ylamaslik kerak. Shu vaziyatda aynan nimadan xafa bo'layotganingizni, aynan nima dilingizni og'ritayotganini o'ylab ko'rishingiz kerak. Odam o'zi dili og'riyotganini tan olishi, shuning uchun kechirim so'rashi, tushunganini aytishi, boshqacha bo'lish kerakligini aytishi kerak. Agar odam chin ko'ngildan shuni tan olsa, hamma ishi bo'lib ketadi. Birorta odamni jazolaganmisiz? Qanday jazolagansiz? Masalan, itingiz shipagingizni g'ajib qo'ydi yoki mushugingiz mehmonning tuflisiga o'tirib ketibdi, deylik. Mushukni nima qilish kerak? Osasizmi? Tarbiya qilish, so'ng kechirish kerak. Biz ham shunga o'xshaganmiz. Qayerdadir adashamiz, shoshilganimizdandir balki xato qilamiz. Bizni ham ozroq jazolash kerak. Mushukni jazolagandek. Sababi xato bo'lgani aniq. Jazo esa xatoyimizni qanday tushunishimizga bog'liq. Agar mushuk shuni tushunmay yana qaytardi deylik. Bu safar jazosi qattiqroq bo'ladi. Agar mushuk tushunmagan bo'lsa, to tushunguncha jazo olib turadi. Ko'chaga haydab yuborishlar mumkinligini biladi. Agar bizga nimadir bo'lsa, demak shu narsa bizning xatoyimiz.
Hayotning biz o'ylab topmagan qonunlari bor. Agar shu qoidalarni qabul qilmasak, yutqazamiz. Odam yo unisini yoki bunisini tanlaydi. Qoida esa bitta. O'zimizning hayotimiz uchun 100% o'zimiz javob beramiz. Xristianlikda kechirilgan yakshanba degan yaxshi bayram bor. Biror odamning oldiga borib, iltimos, meni kechirgin deyish kerak. U odam esa Xudo kechiradi, men esa kechirdim deydi. Kechirasan, uzr deb aytsangiz, men seni yaxshi ko'raman, senga katta rahmat deya olsangiz, qafasdagi qushdek uchib chiqib ketadi. Shunda yelkangizga yumshoq yopinchiq tashlangandek sezasiz o'zingizni va o'zingizga o'zingiz men uyga keldim deysiz. Endi mashhur taksidagi fikring yordam berdimi deb so'rasangiz bo'ladi. Albatta yordam berdi. Yordam bergani uchun ham shularni yozyapman. Javobim esa bunday bo'ladi. Odamni uning xatosidan ajratib bo'lmaydi deb o'ylasangiz, hali kechirishni o'rganmabsiz. Demak, sizga keladigan ishtiyoq hali oldinda turibdi. Har bitta insonning xato qilishga haqqi bor. Buni siz yoki sizning atrofingizdagi odamlar xato ishlarga parvo qilmay qo'yish kerak. Qancha xato bo'lsa, bo'laversin deb tushunmaslik kerak. Aytmoqchimanki, salbiy tuyg'ularni o'zimizga olishni to'xtatamiz. Kechirsak, uchish yo'lini tozalagan bo'lamiz. Kim biladi, balki birga xato qilgan odamlarni keyin ko'rmasmiz ham. Bunday odamlar, bunday voqealar hayotimizdan chiqib ketishadi. Noto'g'ri ishni kechirib yoki o'zimiz kechirim so'rab, bizni ushlab turgan kuchni yo'qotamiz. Tortish qonuni shu. Bilimga asoslanadigan ishonch shu. Shunday qilsak, adashishlarni o'zimizga tortmaydigan bo'lamiz. Gavayiyaliklar dunyo mendan boshlanadi deyishadi. Agar uyingizda mushugingiz bo'lsa, demak siz uni yaxshi ko'rarkansiz. Agar hayotingizga insonlarni kiritgan bo'lsangiz, demak ularni ham yaxshi ko'rish kerak. Esingizdan chiqarmang. Muhabbat va kechirim ushadigan yo'lingiz bo'ladi. Dars bo'ladigan voqea. Bill Hewlett va Dave Packard. Hozir butun dunyoga mashhur kompaniyani Stanford universitetini bitirgan ikkita muhandis, Bill Hewlett va Dave Packard ochishgan. Kremniy vodiysining asosiy odati garajda firma ochishni ham ular boshlab berishgan. Bill bilan Dave ko'pchilik tushunadigan ma'noda tadbirkor bo'lishmagan. Ular insoniy munosabatni biznesdan ko'ra muhimroq deydigan odamlar qatoriga kirishgan. Qobiliyatli muhandis bo'lishgani uchun Packard bilan Hewlett hayotlarini texnik rivojlanishga bag'ishlashga qaror qilishdi. 1939-yilning 1-yanvarida ular Hewlett Packard, ya'ni HP kompaniyasini tuzishadi. Og'ir urush yillarida kompaniya biror bir tomondan o'zini ko'rsatmadi. Kompaniyaning ishi urush tugagandan keyin yurishdi. Urushdan keyin ko'p firmalar ishchilarini qisqartira boshlashdi. Lekin HP aynan shu vaqtda eng yaxshi muhandislarni ishga ola boshladi. Kompaniyadagilar agar eng yaxshi ishlovchilarni ishga olsak, ularga o'zlari yaxshi ko'radigan ish bersak, muvaffaqiyatga erishamiz deb o'ylashdi. Kompaniyaning ishchilari o'zlariga yoqadigan ishni qiladigan sharoitda ishlashdi. Nima masalada bo'lsa ham ishlovchilarning fikri so'ralardi. Hatto ishxonani qanday jihozlashni ham ishlovchilarning o'zlari hal qilishardi. Kompaniyadagi xotirjam, do'stona muhit ishlovchilarning qobiliyatini to'liq ochishga imkon berardi. Sekin-sekin yangi boshqarish usuli natija berdi. Kompaniyaning eng katta korporatsiyaga aylantirdi. AQShning eng yaxshi muhandislari ko'pdan ko'p o'xshashi yo'q mahsulot chiqaradigan HP kompaniyasida ishlashni xohlashardi. Dunyodagi birinchi kalkulyatorni, so'ng dunyodagi birinchi dasturlanadigan kalkulyatorni ham ular chiqarishgan. Kompaniya chiqaradigan printerlar butun dunyoga tanildi. HP kompaniyasini shubhasiz uning ta'sislarini muvaffaqiyatga olib kelishdi. Ular kompaniyaning tuzilishini to'g'ri tashkil qilishdi. Ishga muhandislik romantikasini olib kelishdi. Kimdir xato qilsa, adashsa, urushmaslikka harakat qilishdi. Sababi odam xato qilishini, xato dars bo'lishini tushunishardi.
Eng asosiysi, HP kompaniyasida odamlar o'zlari yaxshi ko'radigan ish bilan shug'ullanishardi. Bundan tashqari, har bitta ishlovchi kompaniyaning hayotida muhim vazifa bajarishini his qilardi. Muhandisning eng kichik yordamchisi ham hurmat qilinardi. Bill bilan Dave insoniy munosabatni hamma narsadan baland qo'yishardi. Ishlovchilarning tashvishini qilishardi. Kompaniya kasal bo'lgan ishlovchilarga pul to'lardi. Xodim kasal bo'lib ishlolmay qolganda uning oilasidagilarga yordam berib turardi. HP kompaniyasining ikkala ta'sischisi ham milliarder bo'lishgani bilan kamtar yashashgan. Oddiy, boshqalardan ajralib turmaydigan uyda yashardi. Hashamdan uzoq turishardi. Ularga hashamatning keragi ham yo'q edi. Xulosa: odamlarni qanday bo'lishi mumkin bo'lsa, shunday qabul qilish, yaxshiroq bo'lishlariga yordam berish kerak. Hamma odam xato qiladi. Ba'zan yaxshiroq bo'lishga harakat qilib ham xato qilish mumkin. Xato bizga bebaho tajriba beradi. Xatosiz dunyoni bilib bo'lmaydi. Xato qilib dunyoni tushunamiz. Xulosa qilishni, xatolarni qaytarmaslikni o'rganing.